Dubayda minglab dam olish xillari, usullari bor. Buni ko'pchilik bilmaydi. Kelgan odamlar ham sizni qadriyatingiz, yoshingiz, dunyoqarashingizdan kelib chiqib dam olish turlari bor. Dubayga kelib olib, qatga borsamikin, nima qilsamikin, nima bilan ajablansamikin yurgan bo'lsangiz, Dubayga kelganingizda yoki kelishdan oldin Alif Tur Dubaydagi akalarga aloqaga chiqing. Ishoning, siz xohlagan dam olish turini tashkil qilib berishadi. Ya'ni olib borish, ekskursiya qilish, tushuntirish, hammasi bitta mana shu profil nomer orqali. Masaqomizlarga ishoning, avatar bor, kino. O'shani sahnasini qilishgan ekanda. Voy, mashallah. Ishoning, miyali просто bum damot. Mana qarang. Jigar. Abdurahmon aka, o'zi kelib aylangan yaxshi emasmi sizlardan olgandan ko'ra? Yo'q aka, bu Dubay qimmat joy. Bizadan olishsa arzonga tushadi birinchidan, ikkinchidan vaqtli ekonom bo'ladi. Ko'proq joyga o'sib qilsa bo'ladi aka. Shunaqa, Dubayga hech kelmagan odam dog'diriydi. Qayerga boraman, nima olaman, kim bilan boraman? Xullas, hamma narsani tashkil qilib berishadi. Profilni qoldiraman, yaqinlaringizni jo'natib qo'ying. Erta-indin baribir Dubayga kelmoqchisiz-ku. Yo'qotib qo'ymang profilligini. Albatta, kelsanglar, xudo xolasa biz aloqadamiz.